Dikkat! Bu xabar chiroq puli to'laydigan har bir xonadonga tegishli. 1 avgustdan elektr energiyasi tariflari oshishi haqida xabar berildi va bu oddiy bir yangilik emas, oilaviy byudjetga bevosita ta'sir qiladigan masala. Men bugun sizga vahima qilmasdan, lekin juda jiddiy yondashib nimaga tayyor turish kerakligini, kimlar ko'proq to'lay boshlashini, kimlar nisbatan kamroq ta'sir sezishini, hisob kitobni qanday tekshirishni va ortiqcha pul to'lab qo'ymaslik uchun nimalar qilish kerakligini tushuntiraman. Agar siz elektr hisoblagichingizda qancha sarf bo'layotganini bilmasangiz, oy oxirida keladigan kvitansiyadan hayron bo'lib qolsangiz yoki nega birdan ko'p chiqdi deb o'ylasangiz, bu video aynan siz uchun. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotni oldindan bilgan odam oy oxirida kamroq qiynaladi. Avvallari ko'pchilik chiroq puliga odatdagi mayda kommunal xarajat sifatida qarardi. Ya'ni oyga qancha chiqsa shuncha to'lanardi. Kimdir 7-20 ming so'm, kimdir 20 ming so'm. Katta uyda yashaydigan yoki elektr jihozlari ko'p bo'lgan oilalar esa bundan ham ko'proq to'lardi. Lekin tarif oshganda muammo shundaki, sarf o'sha qolsa ham to'lov summasi oshadi. Masalan, siz bir oyda 2,5 kWh elektr ishlatsangiz, eski narxda bitta summa chiqqan bo'lsa, yangi narxda aynan shu 2,5 kWh uchun ko'proq pul to'lashingiz mumkin. Bu yerda eng muhim narsa shuki, elektr energiyasi oddiy mahsulotga o'xshamaydi. Nonni kamroq olishingiz mumkin, bozordan qimmatroq meva olmasligingiz mumkin, lekin chiroqni butunlay ishlatmaslik qiyin. Muzlatish kecha-yu kunduz ishlaydi. Telefon zaryadlanadi. Kir yuvish mashinasi, dazmol, televizor, kompyuter, konditsioner, elektr choynak, suv nasosi, elektr plita ishlatiladi. Ayniqsa yozda konditsioner va ventilyator, qishda esa elektr isitgichlar hisobni keskin oshirib yuboradi. Oldin odamlar ko'pincha faqat umumiy summaga qaradi. Endi esa men tavsiya qiladigan birinchi yondashuv shuki, siz summa emas, avvalo kWh-ga qarashingiz kerak. Chunki pul tarifga bog'liq, tarif esa o'zgarishi mumkin. Ammo sizning real iste'molingiz kWh-da ko'rinadi. Agar siz oyiga maksimum kWh ishlatsangiz, bir xil toifadagi iste'molchisiz. Agar 320 kWh ishlatsangiz, vaziyat boshqa. Agar 200 yoki 1000 kWh-ga chiqib ketsangiz, bu endi byudjetga ancha og'ir tushadigan daraja bo'ladi. 1 avgustdan tarif oshishi degani faqat narx ko'tarildi degani emas. Bu birinchidan, har bir xonadon o'z iste'molini qayta ko'rib chiqish kerak degani. Ikkinchidan, hisoblagich ko'rsatkichlarini vaqtida va to'g'ri nazorat qilish kerak degani. Uchinchidan, qarzdorlikka beparvo qarab bo'lmaydi degani. Chunki tarif oshgan paytda eski qarz, yangi hisob kitob va oylik iste'mol aralashib ketishi mumkin. Shunda odam men buncha ishlatmaganman deb o'ylaydi. Lekin tizimda avvalgi qoldi ham, yangi sarf ham birga ko'rinayotgan bo'ladi. Men buni oddiy misolda tushuntiraman. Faraz qilaylik, bir xonadon oyiga 200 kWh ishlatadi. Agar tarif oshsa bu oila sezadi, lekin zarba juda katta bo'lmasligi mumkin. Chunki iste'mol nisbatan tartibli. Endi ikkinchi oila 400 kWh ishlatadi. U yerda konditsioner kuniga bir necha soat ishlaydi. Elektr choynak ko'p yo'qiladi. Kir yuvish mashinasi deyarli har kun ishlaydi. Bolalar kompyuter yoki televizordan ko'p foydalanadi. Tarif oshganda aynan shunday oila birinchi bo'lib farqni kuchli sezadi. Uchinchi holat, hovlida yashaydigan oila. Suv nasosi elektrda, yozda konditsioner ishlaydi. Qishda ba'zan elektr pech yo'qiladi. Hovlida tashqi yoritish bor. Bunday uylarda iste'mol 600, 800, hatto 1000 kWh-ga chiqishi mumkin. Tarif oshganda bunday oilalar faqat chiroq qimmat bo'ldi deb emas, balki mening uyimda eng ko'p elektrni nima yeyapti deb tahlil qilish kerak. Birinchi navbatda katta iste'mol qiladigan oilalar ehtiyot bo'lishi kerak. Men ko'p uchratadigan holat shuki, odam konditsionerni kechasi bilan 12 darajaga qo'yib ishlatadi. Keyin hisob kelganda hayron bo'ladi. Konditsionerning har bir soati seziladi. Ayniqsa eski, energiya tejamkorligi past konditsionerlar elektrni ko'p oladi. Agar uy yomon izolyatsiya qilingan bo'lsa, deraza va eshiklardan issiq havo kirsa, konditsioner yanada ko'proq ishlaydi. Ikkinchi guruh, elektr plita yoki elektr pechdan ko'p foydalanadiganlar. Gaz bo'lmagan yoki gaz bosimi past bo'lgan joylarda ovqat pishirish ham elektrga tushadi. Elektr choynak ham kichik buyumga o'xshaydi, lekin kuniga 8-10 marta qaynatilsa, oy davomida ancha sarf beradi. Dazmol, fen, mikroto'lqinli pech, suv isitgich ham qisqa vaqt ishlasa-da, quvvat katta bo'lgani uchun hisobga ta'sir qiladi. Uchinchi guruh, uyda ko'p odam yashaydigan oilalar.
5-6 kishilik oilada kir yuvish ko'p, telefon zaryadi ko'p, televizor ko'p, muzlatgich ko'p ochiladi, yoritish ko'p ishlaydi. Bitta odamning ehtiyotsizligi kichik ko'rinsa ham butun oila bo'yicha katta sarfga aylanadi. 4-guruh qarzdorligi borlar. Agar sizda elektrdan eski qarz bo'lsa, tarif oshishi davrida albatta shaxsiy hisobingizni tekshiring. Chunki odamlar ko'pincha faqat yangi oyning to'loviga qaraydi, lekin qarz qoldig'i ustiga joriy to'lov qo'shilgan bo'ladi. Natijada katta summa ko'rinadi. Bunday vaziyatda darhol vahima qilish kerak emas. Avval hisob-kitob tafsilotini ko'rish kerak. Agar siz oyga kam elektr ishlasangiz, masalan, 7 kWh atrofida tarif oshishini sezishingiz mumkin. Lekin bu juda katta zarba bo'lmasligi ehtimoli yuqori. Bunday oilalarda odatda elektr jihozlari kamroq ishlatiladi. Konditsioner yo'q yoki kam yo'qiladi. Uyda kunduz kuni odam kam bo'ladi. Shuningdek, zamonaviy energiya tejamkor jihozlardan foydalanadiganlar ham kamroq qiynaladi. Masalan, eski muzlatgich kun bo'yi ko'p tok yesa, yangi A yoki undan yuqori energiya tejamkor sinfdagi muzlatgich ancha kamroq sarflaydi. LED lampalar ham katta farq qiladi. Uyda 10 ta eski lampochka bo'lsa, ularning har biri 6000 yoki 1000 watt bo'lishi mumkin. LED lampalar esa 812 watt bilan xuddi shunday yorug'lik beradi. Bir qaraganda arzimas, lekin oy davomida bu juda muhim. Yana bir nisbatan kam ta'sir sezadigan toifa bu hisoblagichni muntazam tekshiradiganlar. Men bunday odamlarda muammo kamroq bo'lishini ko'raman, chunki ular oy boshida va oy oxirida ko'rsatkichni yozib boradi. Sarf birdan oshib ketsa, darhol sababini topadi. Masalan, muzlatgich nosoz ishlayotgan bo'lishi mumkin, suv isitgich avtomatik o'chmayotgan bo'lishi mumkin yoki biror qurilma keraksiz holatda doim tarmoqqa ulangan bo'lishi mumkin. Keling, real hayotga yaqin misollar orqali tushuntiraman. Birinchi misol, 2 kishilik oila, kvartira, gaz bor, konditsioner kam ishlatiladi. Muzlatgich, televizor, kir yuvish mashinasi haftasiga 2-3 marta LED lampalar bor. Bunday xonadon oyga taxminan 120 kWh ishlatishi mumkin. Tarif oshsa ham ular iste'molni nazorat qilsa, to'lov nisbatan boshqariladigan darajada qoladi. Ikkinchi misol, 4 kishilik oila, yozda konditsioner har kuni 5-6 soat ishlaydi. Bolalar ta'tilda televizor va kompyuter ko'p ishlaydi. Kir yuvish mashinasi tez-tez yo'qiladi. Bunda uy 370 kWh chiqishi mumkin. Agar tarif oshsa, bu yerda farq allaqachon sezilarli bo'ladi. Chunki har bir qo'shimcha 1000 yoki 1 kWh endi oldingidan qimmatroq tushadi. Uchinchi misol, hovli, suv nasosi bor, 2 ta muzlatgich, konditsioner, tashqi yoritish, elektr choynak va ba'zan elektr pech ishlatiladi. Bunday uyda 60 kWh oshish qiyin emas. Men bunday oilalarga birinchi navbatda yirik iste'molchilarni aniqlashni tavsiya qilaman. Masalan, suv nasosi tez-tez yo'qilsa, quvurda sizib chiqish bormi? Vaqt to'lib toshmayaptimi? Nasos avtomatikasi to'g'ri ishlayaptimi? Shularni tekshirish kerak. Chunki ba'zan muammo tarifda emas, nosozlik tufayli ortiqcha sarf bo'lishida bo'ladi. 4-misol. Ijarada yashaydigan odam. Bu yerda alohida ehtiyot bo'lish kerak. Ijarachi ko'pincha hisoblagich egasi emas, shaxsiy kabinetga kira olmaydi. Uy egasidan kelgan summaga ishonishga majbur bo'ladi. Men bunday holatda oy boshida hisoblagich ko'rsatkichini rasmga olib qo'yishni, oy oxirida yana rasmga olishni farqli kWh hisoblashni maslahat beraman. Shunda men qancha ishlatdim degan savolga aniq javob bo'ladi. Eng ko'p uchraydigan xatolardan biri, odam faqat chiroq yoniq turgani elektr sarfi deb o'ylaydi. Aslida uyda eng ko'p elektrni ko'pincha istadigan, sovutadigan yoki aylantiradigan qurilmalar ishlatadi. Konditsioner, elektr pech, suv isitgich, dazmol, elektr plita, nasos, eski muzlatgich shular jumlasidan. Telefon zaryadlagichning sarfi kichik, lekin katta quvvatli qurilmalar nazoratsiz qolsa, hisobni oshirib yuboradi. Ikkinchi nuans kutish rejimi. Televizor, kompyuter, modem, pristavka, zaryadlagichlar tarmoqlangan holda turadi. Har biri o'z-o'zidan sarflaydi. Bitta qurilma katta muammo emas, lekin uyda 15 ta qurilma doim ulangan bo'lsa, oy davomida bu ham yig'iladi. Ayniqsa eski qurilmalarda kutish rejimidagi sarf yuqoriroq bo'lishi mumkin. Uchinchi nuans, hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri tushunilishi. Ba'zi elektron hisoblagichlarda bir nechta ko'rsatkich aylanib turadi. Umumiy sarf. Tarif bo'yicha sarf kuchlanishi, quvvat, balans. Odamlar ba'zan kerakli raqamni emas, boshqa ko'rsatkichni rasmga olib qo'yadi. Shuning uchun agar shubha bo'lsa, elektr ta'minoti tashkilotining shaxsiy kabineti, mobil ilovasi yoki hududiy bo'limidan ko'rsatkichni aniqlashtiring.
To'rtinchi nuans hisob kitob davri. Ba'zan siz men bir oyda buncha ishlatmadim deysiz, lekin kvitansiya o'timi kun emas, 35 yoki 40 kunlik davrni qamrab olgan bo'lishi mumkin, yoki oldingi oyda ko'rsatkich kech olingan bo'ladi. Shuning uchun men har doim sanaga qarashni aytaman. Faqat summa emas, davr, kvit soat, eski qoldiq, yangi hisob to'lovlar, yakuniy qarz yoki ortiqcha to'lov alohida ko'rilishi kerak. 5-nuans qo'shni yoki umumiy tarmoq masalasi. Hovlilarda yoki eski uylarda ba'zan simlar chalkash, noqonuniy ulanma, umumiy chiziqdagi yo'qotishlar kabi muammolar bo'lishi mumkin. Agar sizning iste'molingiz birdan keskin oshsa, lekin uyda hech narsa o'zgarmagan bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Avval uy ichidagi qurilmalarni tekshiring, keyin mutaxassis chaqirib, hisoblagich va ulanish nuqtalarini ko'rsating. Men oddiy tartibni tavsiya qilaman. Birinchi qadam. Bugunoq hisoblagich ko'rsatkichini yozib oling yoki rasmga oling. Rasmda sana ko'rinmasa ham, telefonning o'zida rasm olingan vaqti saqlanadi. Ikkinchi qadam. 7 kundan keyin yana rasmga oling. Farqni hisoblang. Masalan, bir haftada 7000 kWh ishlatilgan bo'lsa, oyga taxminan 2.300 kWh chiqishi mumkin. Agar bu siz kutganingizdan ko'p bo'lsa, demak sarfni kamaytirish choralarini ko'rish kerak. Uchinchi qadam. Eng ko'p elektr yeydigan qurilmalarni ro'yxat qiling. Men ro'yxatni shunday tuzaman: konditsioner, elektr suv isitgich, elektr plita, dazmol, kir yuvish mashinasi, muzlatgich, suv nasosi, kompyuter, televizor, yoritish. Keyin har biriga qarab chiqaman. Kuniga necha soat ishlaydi? Quvvati qancha? Keraksiz ishlayaptimi yoki yo'q? 4-qadam. Shaxsiy kabinet yoki rasmiy to'lov ilovasida hisobingizni tekshiring. U yerda abonent raqami, qarzdorlik, oxirgi to'lov, oxirgi hisob kitob, kvit soat sarfi ko'rinishi kerak. Agar raqamlar tushunarsiz bo'lsa, ularni skrinshot qilib saqlang va hududiy elektr tarmoqlari bo'limiga murojaat qiling. 5-qadam. Agar hisob keskin oshgan bo'lsa, yozma murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Murojaat abonent raqamingizni, manzilingizni, telefon raqamingizni, muammo mazmunini, qaysi davr uchun hisob oshganini. Hisoblagich ko'rsatkichini yozing. Hisob kitobni qayta tekshirib berishingizni, hisoblagich ko'rsatkichlari va qarzdorlik shakllanishi bo'yicha izoh berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar siz elektr hisob kitobi bo'yicha aniqlashtirish yoki e'tiroz bildirmoqchi bo'lsangiz, oldindan hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Uy egasi bo'lsangiz, kadastr yoki mulkka oid hujjat so'ralishi mumkin. Ijarachi bo'lsangiz, ijara shartnomasi bo'lsa yaxshi, bo'lmasa hech bo'lmaganda uy egasi bilan kelishib, abonent raqamini aniq oling. Eng muhimi abonent raqami, hisoblagich raqami. Oxirgi to'lov cheklaringiz, hisoblagich ko'rsatkichlari tushirilgan rasmlar va kvitansiyalarni saqlang. Men odamlarga har oy bitta oddiy papka yoki telefon albomi ochishni maslahat beraman. Masalan, elektr 2025 deb nomlab. Har oy hisoblagich rasmini, to'lov chekini va kvitansiyani saqlab boring. Bu sizga bahsli vaziyatda juda katta yordam beradi. Chunki menimcha noto'g'ri degan gapdan ko'ra sana bilan rasm, chek va ko'rsatkich ancha kuchli dalil bo'ladi. Birinchi tavsiya: konditsionerni oqilona ishlating. Uni 10 darajaga qo'yish o'rniga 24-26 daraja oralig'ida ishlatish ko'pincha yetarli bo'ladi. Haroratni juda past qo'ysangiz, konditsioner ko'proq ishlaydi, kompressor ko'proq yuklanadi va elektr sarfi oshadi. Xonani sovutib olgach, eshik derazalarni yopiq tuting, pardalarni tushiring, quyosh to'g'ri tushadigan oynalarni to'sib qo'ying. Ikkinchi tavsiya: LED lampalarga o'ting. Agar uyda hali ham eski lampalar bo'lsa, ularni almashtirish eng oson va tez natija beradigan choralardan biri. Ayniqsa koridor, oshxona, hovli, bolalar xonasi kabi ko'p ishlatiladigan joylarda bu seziladi. Uchinchi tavsiya: elektr choynakni keragidan ortiq suv bilan qaynatmang. Ko'pchilik bitta piyola choy ichish uchun to'la choynak suv qaynatadi. Bu har safar ortiqcha elektr degani. Qancha kerak bo'lsa shuncha suv qaynatish ham odat, ham tejamkorlik. 4-tavsiya: muzlatgichni to'g'ri ishlating. Uni davrga juda yaqin tiqib qo'ymang. Orqasida havo aylanishi bo'lsin. Issiq ovqatni darhol muzlatgichga qo'ymang. Eshigini uzoq ochiq qoldirmang. Rezinkalari yaxshi yopilyaptimi tekshiring. Eski muzlatgich doimiy ishlab o'chmayotgan bo'lsa ustani chaqirish kerak. 5-tavsiya: dazmol va kir yuvish mashinasini reja bilan ishlating. Dazmolni bir dona kiyim uchun qayta-qayta qizdirishdan ko'ra, bir nechta kiyimni bir vaqtda dazmollash ma'qul. Kir yuvish mashinasini yarim bo'sh holatda tez-tez yoqish ham sarfni oshiradi. To'liq
lekin me'yordan ortiq to'ldirmasdan ishlatish kerak. 6-tavsiya, elektr suv isitgichni nazorat qiling. Boylar doim tarmoqqa ulangan bo'lsa, suv sovishi bilan qayta-qayta qizdiradi. Agar kerak bo'lmagan paytda o'chirib qo'yish imkoni bo'lsa, bu ham tejamkorlik beradi. Lekin xavfsizlikni unutmang. Elektr qurilmalari bilan tajriba qilmang. Nosoz sim, kuygan rozetka, qiziydigan vilka bo'lsa, darhol mutaxassis chaqiring. Agar sizga kelgan hisob aniq noto'g'ri deb hisoblasangiz, men quyidagi tartibda harakat qilgan bo'lardim. Avval hisoblagich ko'rsatkichini rasmga olaman. Keyin shaxsiy kabinetdagi yoki to'lov ilovasidagi ko'rsatkich bilan solishtiraman. Keyin oxirgi to'lov cheklarini tekshiraman. Agar farq baribir tushunarsiz bo'lsa, hududiy elektr ta'minoti bo'limiga yozma murojaat qilaman. Murojaatda hissiyotga berilmaslik kerak. Nega buncha ko'p yozdinglar deb yozishdan ko'ra. Aniqroq yozing. Falonga abonent raqami bo'yicha falon davr uchun hisob-kitob summasi odatdagidan keskin oshgan. Hisoblagichning joriy ko'rsatkichi falon. Oldingi to'lov falon sanada amalga oshirilgan. Hisob-kitobni qayta ko'rib chiqishingizni va tafsilotli ma'lumot berishingizni so'rayman. Mana shunday murojaatga javob olish ancha oson bo'ladi. Agar hisoblagich nosoz deb gumon qilsangiz, uni o'zingiz ochmang, plombaga tegmang. Bu juda muhim. Plomba buzilsa, keyin muammo yanada kattalashadi. Faqat vakolatli mutaxassis ko'rish kerak. Sizning vazifangiz holatni hujjatlashtirish, rasmga olish, murojaat qilish va javobni kutish. Avgustdan elektr tariflari oshishi haqidagi xabar har birimizdan hushyorlik talab qiladi. Men sizga eng muhim narsani aytaman, faqat narxdan shikoyat qilish yetarli emas. Iste'molni bilish, hisoblagichni nazorat qilish, qarzdorlikni tekshirish va ortiqcha sarfni kamaytirish kerak. Kim kava soatini bilsa, u oy oxirida nimaga pul to'layotganini tushunadi. Kim bilmasa, har safar kvitansiyani ko'rib hayron bo'laveradi. Bugun hisoblagichingizni rasmga oling. Abonent hisobingizni tekshiring. Uyda eng ko'p elektr ishlatadigan jihozlarni aniqlang. Agar hisobda xatolik bo'lsa, hujjatlaringizni yig'ib yozma murojaat qiling. Bu oddiy qadamlar sizni ortiqcha to'lovdan, tushunmovchilikdan va keraksiz asabiylikdan himoya qiladi. Sizning hududingizda chiroq puli qancha chiqyapti? Tarif oshishi oilaviy byudjetingizga qanday ta'sir qiladi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling. Chunki men kommunal to'lovlar, tariflar, imtiyozlar va oddiy odam bilish kerak bo'lgan muhim iqtisodiy masalalarni tushunarli qilib yoritib boraman.